Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube kuzatuvchilari, Azbek TV obunachilari, hammalaringga alangali salom. Ro'zalar bilan qiynalmay tutyapsizlarmi, eson-omon? Biz musofir yurtlardan kuzatib turgan akalarimiz. Tinch omonmisizlar? Hop, ko'pchilik video chiqarmayapsan deyotganda ozgina ishlar ko'payib ketdi orada. Ko'proq Instagramda yaxshi yurdi. Instagram, Telegram. Bulardan tuxumlar bo'layapti akalar. Ko'pchilik qoraga qora qo'shmoqsiz deyishayotganda qo'shdim. Xo'roz nokaut qiladigan kaltaklari bor. Ozgina syomkasi ham bor. Yaxshi xo'rozga urishgan. Ham o'zimning xo'rozim. Bu makon 2 tulak. Buni bolalar mana shu uchalasi, bular 1 tulakdan. O'ni jo'ja u hali tuxumga kirgan yo'q. Tuxumlarga aloqaga chiqaverasizlar. Endi zo'r tuxumlayapti. Ko'pchilikka qilib bera olmadim, ammo uzr. Ko'pchilik iltimos qildi. Cho'zilib ketdi vaqti. Endi zo'r tuxumlayapti, kullasib ketdi. Mabodo ishqibozlar bo'lsa, mana qorani ishqibozlariga qop-qora makyonlar ham, xo'roz ham. Prosta mana xo'roz mana loyda bosgani uchun mana maramirga o'xshab qoldi. Juda qora bolani 4 kilo 805 kilo atrofida beradigan narsalar bular. Ishqibozlar aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Namanganda. Telefon nomerim 93lik. Telefon nomerim 93lik 604 52 52. Yaxshi narsa, yaxshi zot boqaman. 1 yil bunga mehr berib qaraganimga yarasha natija bo'lish kerak deganlar aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu xo'roz dumini asra olmas ekan. Dumi uzun, juda chiroyli edi. Dumini sindirib tashlayapti mana. Chetkaga tegib o'zini asrashni bilmas ekan bu xo'roz. Buni o'sha davraboq xo'rozda biroz urishtirish kerak. Yaxshilab. Ishqibozlar aloqaga chiqaverasizlar. Qolganini ham ko'rsataman. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana bular bor. Bir par xo'roz endi o'zi kelyapti. Bir orada ozib ketdi. 4 kilo 600 yo 700 xo'roz. Makina. Xo'rozcha dam kaltayrog'i. 5 tani bitta qilib uradi-yu, qattiq uradi, zo'r ham uradi. Ishqibozlar aloqaga chiqaverasizlar. Makon ham 4 kilo oshiq, makon ham katta makon. Juda bolani yo'ldor beradi. Bular anchadan beri tashqariga chiqmaganiga, yomg'ir ham juda yog'di-yu. Asosan tuxumlar sotiladi. Mabodo endi kanalda nima yangilik bor deganlarga Telegram kanalda asosan bo'layapti savdo. Aloqaga chiqaverasizlar. Pulni kelishib bo'lsa, lekin arzonchi emas. Pulni kelishib bo'lsa, ikkalasi ham sotilaveradi. Agar nima bo'lsa, tuxumlardan qilib beraveraman. Asosan tuxumga ko'proq tuxumlarni so'raganlar uchun video qilyapman. Hop, ko'proq mana Azbek zotlari deb yozsalaring Telegram kanaliga mana bugun ham ikkita tayyor xo'roz videoga olib keldim. O'zimda ham qishlog'imniki. Endi $300 dan tepasida foyda qilsang, sot foyda qilib deyishadi, yo $300 tepada foyda qilish qiyin. Dedimda, chunki mana $400 deb 4 million qilib beraman mayli degan taqdirimda ham unga bekorchi videosini tashlab ber, pochta qilib chiqarib ber, hammasini bo'ynimga olishim kerak-da. 300 ming, 400 ming foyda qilaman deb ovora bo'lgan qoladi. Shundan ko'ra realni aka o'zingiz nomeringizni qo'yib tashlab beraman dedim. Ham qishloq ishonchli-da. Bittasi o'ynagan, bittasi o'sha 3-4 marta bekorchi qilingan, u ham tayyor. Ishqibozlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Dakan sohasida ishlaring bitadi. Faqat yaxshi pul berganga, arzonchi odamlar to'g'risi menga ko'pchilik telefon qilyapti, bolaga yaxshi xo'roz kerak. Xo'p, yaxshi xo'roz bor. Nech pul qilib beray aka desam, 300 ming, 400 minglik bormi? Yo'q aka, bozorda ham yo'q unaqa. Makon ham bermayapti bozorda ham desam, endi shunaqasi kerak edi deydi. 5-600 minglik so'rashyapti. Kerak bo'lsa, bolaga $100 ga ham normal xo'roz olish qiyin-da akalar. Chunki uni 1 yil o'sha unga 1 yil vaqtingiz ketganiga yarasha arziydigan xo'roz qo'shing. Keyin bir maza qilib bolalarini soting yaxshi pullardan. O'shanda keyin bir mehnatingizga yarasha bir
pul qilasiz degan maqsadda aytyapman-da. Yana o'zlaring bilasizlar. Hop, hurmatli obunachilar, mana bular bor. Bu tanachi xo'rozimni bu Ganoy makonlarga qo'shganman. Bular ham kuniga 3 tadan zo'r tuxumlayapti. Mana qaysi edi o'zim ham ajrata olmay qoldim. Ha, bu 3 ta. Mana ham boshqa oila mana ajratib bo'lmaydi-da. Bu narigi qora xo'rozim bilan yurgan oila. Mana shu 3 tasi zo'r tuxumlayapti. 4,5 kilo atrofida makonlar. Bular sotilmaydi, mana bitta, ikkita, 3 sababi kunda chiqqan. O'shaning uchun bu ikkita onasi qoldi xolosda, bular kundadan. O'shaning uchun bo'lmasa bularni ham bolalarni olsam keyin gaplashaveramiz. Bular mana bitta, mana ikkita, 3 ta, 4 ta tikka toch. Bu saman bilan 5 ta. Ishqibozlar aloqaga chiqaverasizlar. Mana xo'roz. Mana bu makon, 2 tulay makon, juda katta makon. Bu jo'ja makon. Bu ham bor, tikka toch. Ishqibozga beramiz, xudo xolasa. Aloqaga chiqaverasizlar. Bugun juda mana огородlar loy bir xil kelmayapti. Videoni ko'rganlar Telegram kanaliga o'tinglar, yaxshi narsalar bo'layapti. Xudo xolasa bir erta-indin qilib sal yerlar qursa yana bir chiroyli video chiqarib beraman akalar. Yana xo'rozlar, makonlar ko'p sotuvda. Telegram kanaliga ham tashlab boryapman to'xtamasdan. Asosan Telegram kanalda bo'ladi savdo. Shuning uchun bexijolat. Mana shu yerda kichkina kunda xo'rozim ham bor edi, shuni ham bir hozir video qilaman. Xo'p, mana hurmatli obunachilar, bu почти avgustda chiqqan. Sentyabr desa ham bo'laveradi. Endi xo'roz bo'layapti. Ishqibozga beramiz, kundan ishqiboziga. Juda katta, bu 5 kilodan o'tib ketadi, katta narsa bo'ladi. Otasi hozirgi kunda 5 kilo 300. Endi xo'roz bo'lib qichqirdi. Yaxshi makon bo'lsa, bola olsa bo'laveradi. Bu yildan keyinga o'ynaydigan xo'roz. Aybi shu akalar bir hafta qaro yaxshi bo'lmadi, hamma xo'rozlar ozib ketdi. Bu rosa bo'y cho'zayotgan paytda tush sal qiyshayib qolgan. Aybi. Bu urushishiga, zot berishiga, hech qanaqasiga emas yo'q. Endi ko'pchilik yoqtirmaydi tush qiyshiq narsani. Buni aybini ham aytib o'tib ketish kerak. Faqat arzonchi emas, yaxshi pul berganga beriladi. Endi u tush qiyshiq ekan deb arzimagan pulga yerga urib so'rash keragi yo'q. Haqiqiy zot qilaman deganlar yo'li ikki tomonda o'rab yuradi. Haqiqiy o'raydi bu. Ko'pchilik sal yonboshga o'tganda ham o'raydi deydi. Bular o'sha haqiqiy o'sha grach xo'rozga ham shuni orqasiga ikki yonboshda o'rab yuradigan zotdan shunaqa. Ushtilay makonni bolalari. Ishqibozlar bo'lsa, xo'rozlar ko'p akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Xo'roz makonlar sotuvdagilar. Siz kelmay turing, sizdan cho'chiydi baribir. Mana makon sayli. Makon qarang ko'pligini. Xo'p, mana hurmatli obunachilar. Mana shu ikkala makonni bolasi mana shu. Mana shu o'sha qora makonlar ham hammasi hozir ko'rsatgan makonlarim hammasi mana shu xo'roz bilan shu makonlardan tarqagan. Otasi mana 5 kilo 300, makonlar 4,5 kilodan ham oshiq. Tuxumlab turibdi yaxshi, xudo xolasa. Tuxum so'raganlarga qilib beraman. Endi mana shunikidan so'raydi ko'pchilik, shu ikkalasinikidan yo'q, bu ikkalasinikidan emas. O'zi cherezdan tuxumlaydi bular. Endi hammasinikidan qilib beraman. Ana endi ikkita partiya bir-birini tanib qolib, endi solishyapti. Ajratib qo'y-ya. Akalar, yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar. Videoga bitta like bosib, kommentariyaga chiroyli fikr bildirishni esdan chiqmasin.